Xitayning energiya ombiri deb qaralayotgan Sharqi Turkistondagi Jo'ng'ar o'ymonligida yangidan bayqalgan tabiiy gaz va neft nuqtasi yaqinda rasmiy mahsulot qazishga o'tgan. Xitoy xabarlar torining 21 maydagi xabarda aytilishicha, 2021 yili 4 fevralda qazilishga boshlagan bu yangi neftliq Qutubiy nahiyasi tavasida bo'lib, 33 million kub metrdan ko'proq tabiiy gaz va 4000 tonnadan ortiq neft qazish ishga oshirilgan. Növətdə bu təbii qaz zapısının qaplaş dairi 150 kvadrat kilometr dairesida bo'lib, bunun qancha yil qazilganligi noma'lum ekan. Ma'lum bo'lishicha, Jo'ng'ar o'ymonligida bu xildagi tabiiy gaz va neft zapas nuqtalari yaqindan buyon ko'plab qazilayotgan bo'lib, Xitoy iqtisodining kelgusi taraqqiyotidagi muhim kafolat deb qaralmoqda ekan. Halbuki muhaciratki ba'zi analizchilar Xitoy hukumatining Uyg'urlarni millionlab lagerlarga qamishi hamda irqiy qirg'inchilikni kengaytirishni Sharqi Turkistonning mushu xildagi energiya ombiri bo'lishdagi roliga bog'lamoqda ekan. Amerika Avam Palatası a'zolari Baydendan Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi harakatga o'tishni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Cumhuriyetçiler Partiyasining Avam Palatası a'zosi Viki Hartles va Demokratchilar Partiyasi Avam Palatası a'zosi Tom Sosi 19 may Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilishni to'sish qonuniy taklif loyihasini sungan. Teklifda Sharqi Turkistonda planliq tug'utni yo'lga qo'yish, Uyg'ur va boshqa millatlarni lagerga qamab, majburiy tug'mas qilish va majburiy bola tushirish qilmishlariga chetilgan Xitoy amaldorlarining mas'uliyatini surishtirish talab qilingan. Taklif sungan ikki parlament a'zosi, yana Amerika Avam Palatası ijroiya komiteti Xitoy ishlari bo'limining a'zolari ekan. Bildirilishicha, bu qonun prezidentdan parlamentga Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini unumli hal qilish va to'sish uchun tashlanadigan qadam bosqichlarni o'z ichiga olgan strategiyalik plan topshirishni talab qiladi ekan. Navbatda mazkur qonun loyihasi Avam Palatasining tashqi ishlar va adliya komitetining qarab chiqishiga sunilgan. Xitoy TikTok do'yin qatorliq 105 xil app dېتاللىرىنىڭ شەخسىي ئۇچۇرلارنى قانۇنسىز توپلايدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان. Xabarda qayd qilinishicha, 21 may Xitoy tor uchur ishxonasi TikTok, Baidu qatorliq 105 xil app dېتاللىرىدا shaxsiy uchurlarni qonunsiz yig'ish va ishlatish harakatining mavjud ekanligini e'lon qilgan va mazkur shirkatlarning bu xil ahvolni tuzatishga buyurgan. Bildirilishicha, jami 19 qisqasin applari Xitoy tor uchur ishxonasi tarafidan tilga ilingan bo'lib, buning ichida TikTok, Kuayshu qatorliq donliq app dېتاللىرى bor ekan. Bu ikki xil app dېتاللىرىدا asosliq masala bo'lsa, zarur prinsiplarga xiloflik qilish, ular ta'minlagan mulozimat bilan munosabati yo'q shaxsiy uchurlarni to'plash qatorliqlar ekan. Uningdan boshqa 360 tor ko'rgich va Microsoft Bing tor ko'rgich qatorliq app dېتاللىرىنى o'z ichiga olgan 34 tor ko'rgich va 51 xizmat izlash app dېتاللىرى Xitoy tor uchur ishxonasi tarafidan tilga ilingan. Mazkur app dېتاللىرىدا abonentlarning ruxsatsiz, maxfiy holda uchur yig'ish iqtidori bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy fuqarolarining shaxsiy uchurlari bo'libmi kunsari moda bo'layotgan chiroy tonish sistemasini xohlagancha qalayimqon ishiltish kishilarni shaxsiy maxfiyatligini qo'g'dashga bo'lgan andishini kuchaytirib etgan. Tahlilchilar garchi Xitoy tor boshqarish tarmoqlari bu uqtirishni e'lon qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning mustabid hukmronligining shaxsiy uchurlarga daxl taruz qilishdagi eng chong tahdid ekanligini, Xitoy doiralarining amaliyotda nurg'un yo'llar orqali fuqarolarning shaxsiy uchurlarini egallaydiganligini bildirishgan. Amerikaning nopuzluq istixborot doiralari Wuhan virusining Xitoyning tajribaxonasidan chiqqanligi haqida yangi hujjatlarning oshkorlanganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi erishgan hujjatlarni asos qilgan chet el matbuotlaridagi xabarlar virus va Xitoy o'tirisidagi munosabatni yana bir qatim kun tartibga keltirdi. Amerika istixborot dokladida yangi tipdagi Wuhan virusi tarqalishidan ilgari Xitoyning Wuhan tajribaxonasida ishlaydigan 3 tadqiqotchining virus alomatlari bilan doқтурханаga kirganligini o'tirib qo'ydi. ismini oshkorlashni xohlamagan bir qism amaldorlar tilga ilingan axborotning qo'llashga tegishli ishonchlik saviyaga ega ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Yana ba'zilar bu dokladni eng kuchli axborotlarning biri deb qaraymiz dedi.
Amerika ve Yavropa İttipaقı Belorussiyanın yo'lovchilar aeroplanini mecburi qondirish jinoyatiga inkas qaytardi. Yavropa İttipaقı rəhbərləri, NATO ve Amerika Belorussiyanın Gretsiyadan Litvaga mangan yo'lovchilar aeroplanini bomba uqtirishi bahonasi bilan mecburi qondirganligi ve o'qituvchi jurnalist Roman Perotavishni qo'lga olganligiga norozilik bildirdi. İgilənişçə Ryanair aviasiya şirketiga təvə aeroplan yakshanba kuni Gretsiyadan Litvaga qarab uçuyotgan bo'lib, Belorussiyaning poytaxti Minskga qo'nishga majbur bo'lgan. Aeroplandagi o'qituvchi jurnalist Nekta gruppasining sobiq tahriri Roman Pertasevich aeroplan qayta qo'zg'alishdan burun qo'lga ilingan.